nishon do'koni a'zolari, bizga yana yangi mahsulot FX M4 Shvetsiya mahsuloti. 505 kalibr, 60 to'rligi bor. Mana buni komplekti o'zini shtutsleri bo'ladi. Bitta 635 ta 25 ta sig'imli, 505 ta 28 ta sig'imli bitta magazini bo'ladi. O'zini moderatori, mana ixchamgina 505 60 to'l. Sifati a'lo darajada Shvetsiya mahsuloti. Bu modelimizning 70 to'lligi bor. Biz endi optika taqib qo'yganmiz hozir. O'zi optika bo'lmaydi komplektida. Komplektda xuddi shunaqa keysi bo'ladi, magazini bo'ladi, shtutsleri bo'ladi. Buni ham gulishitadi. Bu 70 to'l. Kolbasi 60 to'lga qaraganda katta bo'ladi. Kompozit balon. Buni yana o'zini yorqinnomasi bo'ladi. Hammasini tushuntirib qo'ygan, nima qanaqa o'qlanadi, hamma sifati. Zavod tomonidan berilgan sinov sertifikati. Mana tekshirilgan, o'q otilgan, necha jo'l, qaysi tezlikda, qanaqa o'q, necha gramm o'q, hammasini tekshirib sertifikat bergan mana. Soni cheklangan, kelinglar, sotib olinglar. Instagram gulaninglar, YouTube tomosha qilinglar, laykinglarni ayamayinglar. FX M4 70 to'l, sifati a'lo, reduktorli, qaranglar go'zalligi. Yana bizning do'konimizda urgan mahsulotlari ham bor. Chexiya Respublikasidan kelgan 505 kalibrlar qolgan bular. Yoshliklari 505 kalibr. FX'dan 505, 635, 70 to'lligi. 60 to'lligi 505 kalibr. 70 to'lligi 635 kalibr. Urganlar hammasi 505 to'l qo'ygan. Kalibr qo'ygan 505. 60 to'l bilan 40 to'l. Kalibri 505. Kelinglar, sotib olinglar, soni cheklangan.